Mening ismim Jahongir Umerov, shaxsiy IELTS ballim 8 va sifrdan C1 darajasiga egaman. Reading Part 2 bizni ushbu variantlar bilan kutib oladi. Mana savollarimizga har bitta savollarimizda har xil reklamalar bor. Reklamalar boshqa bir davlatga chiqib ketish haqida hech qanday gap berilmagandi. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Jahongir Umerov, shaxsiy IELTS ballim 8 va sifrdan C1 darajasiga egaman. Oliy ta'lim muassasasini Yevropada bitirib, hozirgi kunda Mentor School o'quv markazida sifr va IELTS dan instruktorlik qilaman. Bugungi kunda, bugungi darsimizda men sizlarga Reading Part 2 ni qanday qilib bajarish kerakligini, u yerda qaysi xatolarni qilmaslik kerakligini va sizni chalg'itishi mumkin bo'lgan asosiy faktorlarni barchasini tushuntirib o'tib ketaman va xudo xohlasa bugungi darsimizdan keyin siz sifrdagi Reading Part 2 ni 7 tadan 7 tasini to'g'ri topishni o'rganasiz. Qani boshladik. Xo'p do'stlar, Reading Part 2 bizni ushbu variantlar bilan kutib oladi. A dan J gacha, ba'zida ko'proq, ba'zida kamroq, lekin har doim sizga kerakli bo'lgan javoblar sonidan ko'proq bo'ladi. Bu sizni chalg'itadigan birinchi faktor. Ya'ni sizni reading bilimingiz qanchalik haqiqatan ham yaxshi ekanligini tekshirish uchun qilingan topshiriq, bu qilingan narsa. Agar sizda 7 ta yoki 8 ta javob belgilashingiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu harflar yoki ko'proq bo'ladi, 2 taga yoki 3 taga, bir xil paytlar bittaga ham ko'p bo'lishi mumkin. Xo'p, har bitta variantni oldida sizlar ko'rib turibsizlar, mana shunday tekstlarni, bu tekstlar sizni qanday ekanligingizni va siz nimaga muhtoj ekanligingizni ko'rsatib beradi. Tasavvur qilamiz, bizda hozir Task 2 da, Part 2 da to'g'ri yashash joyi, mos keladigan yashash joyi tanlash haqida bir task bo'ladi va har bitta shaxsga to'g'ri keladigan, ya'ni sizni qandayligingizni aytish variantlari tasavvur qilamizda. Misol uchun sizga aytishi mumkin. Siz yolg'iz studentsiz, sizni unchalik ko'p deylik do'stlaringiz yo'q, sizga sokin bir xonali bir kvartira kerak. Bu birinchi variant. Ikkinchi variantda siz deylik shahringizda, o'zingizning ona shahringizdan uzoqqa ketyapsiz va deylik opa-singillaringiz bilan turadigan bir kunga yoki 2 kunga qandaydir bir xona yoki bir xonadon, kvartira sizga kerak bo'ladi degan variant turibdi. Xo'p, biz nima qilamiz u variantlarni? Ushbu variantlarni biz qanday ekanligimizni mana savollarimizga, har bitta savollarimizda har xil reklamalar bor. Reklamalar, bannerchalar, kichkina axborotchalar. Ular har doim har xil narsani reklama qilishadi va meni misolimda hozir men aytdim boya sizlarga kvartira haqida edi, ya'ni xonadon haqida edi. Bu yerda bizda scholarships, French, Spanish, English. Bu yerda til o'rganish kurslari bo'yicha reklamalar ekan. Qarangizlar. Misol uchun mana buni olamiz, bitta reklamachani. Ushbu reklamada, ushbu bannerchada o'zlarini kurslari haqida qandaydir bir organizatsiya, qandaydir bir kompaniya o'zlarini kurslari haqida qisqacha ma'lumot berib ketgan. Open all year round from 1 week, all levels, certified exams. Farqi yo'q bizga hozircha va o'zlarini deylik kontaktlarini tashlab ketishgan. Biz endi nima qilishimiz kerak? Ushbu organizatsiyaga to'g'ri keladigan bitta mos klientni yoki bitta mos odamni topishimiz kerak. Qanday qilib topamiz uni? Ushbu berilgan ma'lumotni yaxshilab o'rganib chiqib, yodlab chiqib, tepaga chiqamiz va mana bu variantlaridan bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Yana bir bor. Qarangizlar, men sizga hozir practical jihatdan ko'rsataman, ya'ni amaliy jihatdan. Kelingizlar, mana buni yaxshilab o'rganib chiqamiz. Spanish courses in Barcelona. Ispan tili kurslari Barselona shahrida ekan. Barselona bu Ispaniyaning shaharlaridan biri. General Spanish classes, all levels. Qanday axborot bor bizda? Birinchidan ispan tili, ikkinchidan bu Barselonada ekan, uchinchidan bu General Spanish classes ekan, ya'ni xuddi General Englishga o'xshaydigan va hamma darajalar uchun ekan. Okay. 1 or 2 months courses. 1 oylik yoki 2 oylik kurslar bo'lar ekan. Okay. Free accommodation. Yana qarangizlar. Accommodation so'zini sizlar bilishingizlar kerak.
Bu turar joy. Turar joy. Free deyapti. Ya'ni turishi, o'sha yerda yashashi tekin ekan, bepul ekan. Tasavvur qilingizlar, sizlar Barselonaga boryapsizlar til o'rganish uchun va sizga kvartira izlash kerak emas endi. Nimaga? Chunki kursni o'zi sizga taqdim etyapti. Okay? And registration starts 1st July. Ya'ni registratsiyasi 1-iyuldan boshlanadi ekan. Bo'ldi. Men sizlarga hozir bitta yordam beraman. Telefon raqamlar yoki emailni o'zi sizga hech qachon unday yordam bermaydi va u yerda javob bo'lmaydi. Shuning uchun telefon raqamlar, manzillarga deyarli ahamiyat berish kerak emas. Agar manzil yoki o'sha telefon raqam yoki emailga nisbatan nimadir aytilmagan bo'lsa, misol uchun faqatgina emaildan yozing yoki faqatgina telefon qiling degan gap bo'ladigan bo'lsa, shunda ahamiyat berishimiz mumkin. Ungacha bizga shart emas. Xo'p, yana bir bor qaytarib olamiz. Bizda hozir qanday axborotlar bor? Ispan kurslari Barselona 1 oy yoki 2 oy tekin yashash va registratsiyasi 1-iyuldan boshlanar ekan. Mana shu axborotni eslab qolgan holda biz o'zimizning variantlarimizga ko'tarilamiz. Va mana shu joyda hozir men sizlarga har doim 100% to'g'ri qilish yo'lini, sirini ochib ko'rsataman. Xo'p. Qarangizlar do'stlar. Bizni qo'limizda hozir bitta axborot bor, bu ispan kurslari haqida. O'sha axborotni olib, har bitta variantga qo'yib chiqamizda va har bitta variantni o'chirib chiqamiz aynan 7-savol uchun, boyagi Ispaniyadagi kurslar uchun. Qanday qilamiz buni? Misol uchun, you need to learn the language for your job. Siz til o'rganishingiz kerak ishingiz uchun. Okay, bizda boyagi ispan tili kurslarimizda ish haqida nimadir bormidi? Ish haqida qandaydir gap ham bormidi? No. Значит, bizga 7 umuman to'g'ri kelmaydi. Ketdi. Birinchisi ketdi. You would like to continue your studies in another country. Siz xohlagan bo'lar edingiz, o'zingizni ta'limingizni, o'zingizni o'qishlaringizni boshqa bir davlatda davom etishni. Bizda boshqa bir davlatga chiqib ketish haqida hech qanday gap berilmagandi. Shuning uchun bu ham ketdi. You want to learn the language and do interesting things in your free time. Ya'ni siz til o'rganishni xohlaysiz va qiziqarli biron bir mashg'ulotlar bajarishni xohlaysiz bo'sh vaqtingizda. Qiziqarli mashg'ulotlar yoki bo'sh vaqt degan so'zimizni o'zi yo'q edi. Boyagi 7-topshirig'imizda chiqib ketdi. You want to learn the language in London? No. In Barcelona. Barcelonada. You want to have higher education in England? Angliyada. Barcelona Angliyada emas. You want to learn the language next summer? Siz til o'rganishni xohlaysiz keyingi yozda. Sal o'xshashga o'xshayapti-ya, to'g'rimi? Boyagi 1st July, ya'ni 1-iyul degan kunga nisbatan aytilgandi, bu yoz deb belgilab qo'yishga shoshilishingizlar mumkin, lekin bu bizni sal chalg'ityapti hozir. Next summer deb bizga keyingi yilning yozi deb aytayapti va ikkinchidan bu variantimiz to'g'ri bo'lishi uchun bizga 1st July emas, 1st June kerak edi. Ya'ni 1-iyun kunidan boshlanganda edi, shunda bizga to'g'ri kelardi. Atak bizga hozir bu to'g'ri kelmaydi. Bu chunki bizda keyingi yoz haqida gap ketmayapti. Xo'p, you need a free place to stay while studying. Qaranglar. Sizga tekin yashash joyi kerak o'qiyotgan paytingiz. Right? To'g'ri keldi-ya? Bizda free accommodation degan joy bor edi. Study bormi? Ha, study bor. Free place to stay bormi? Bor. Yes, bizga G variantimiz 7-savolimizni javobi bo'ladi. Endi qarangizlar, qanday qilib sizni yana bir hiyla qilishyapti ular, qanday qilib sizni javobingizni uzoqlashtiryapti. Bizni tekstimizda o'zida free accommodation degan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tekin turar joyi. Tepada esa G variantini o'zida you need a free place to stay. Tekin joy kerak, bepul joy kerak turish uchun deb aytayapti. Ikkalasining ma'nosi bir xil. Ikkalasining logical ham bir xil qismga ulangan, lekin shunchaki so'zlarni sinonimlar bilan almashtirishyapti.
sizlarni aldashlari mumkin ular tekstlarda. Men sizlarga sal qo'polroq qilib aytaman, oddiy qilib tushunishingizlar uchun. Ushbu hiylalarga tushib qolmasligingiz kerak. Ushbu hiylalarga tushmaslik uchun sizlarni lug'atlaringiz yaxshigina kuchaytirilishi kerak. O'tgan darsda men sizlarga aytgandim, qanday qilib lug'atimizni kuchaytirishimiz haqida. Sizlar har bitta mashg'ulotlaringizdan part 2 da bo'ladimi, part 1 da bo'ladimi, yangi chiqqan so'zlarning hammasini yodlab borishingizlar kerak. Xo'p, qani davom etamiz. Yana bittasini men sizlarga ko'rsataman. Okay. Kelinglar, mana shuni olamiz. 11-ni. French in France, ya'ni fransuz tili Fransiyada. Birinchi axborot. Open all year round. Butun yil bizga ochiq ekan, zo'r. From 1 week up to 9 months. Ya'ni bir haftadan 9 oygacha bo'lar ekan kurslarimiz. Okay. All levels, hamma darajalar, zo'r. Ahamiyat beringlar. Certified exams if required. If required degan so'zni hozir bilmasalaringiz yozib olingizlar tarjimasini. If required degani talab etilgan. Agar talab etilsa, sertifikatli ekzamen ham o'tkazib berishlari mumkin ekan o'zlari. Tasavvur qilingizlar, sizlarga deylik IELTS kerak. Siz o'sha IELTS ga o'qishga qaysidir bir kursga boryapsiz, misol uchun Mentor Schoolga, va Mentor Schoolni o'zi IELTS ekzamenini olib beradigan bo'lsa, xuddi mana shunga o'xshagan bizda bir axborot, reklamacha chiqadi. Right? Bu juda ham muhim gap aslida, chunki hamma markazlar sertifikatsiyasini qilib berishmaydi. Xo'p, buni olamiz hozir axborotimizni tepaga chiqamizda va xuddi boya qilgan operatsiyamizni yana qaytadan qilamiz. Faqat endi G variantisiz. Qaranglar. Certificate all year round, 1 week to up to 9 months. That's all. Adashmasam mana shuni hammasi edi. Ko'rib chiqamiz. Endi pastdan bir yurib ko'raylik. You want to meet people from local companies during the course. Local companies, ya'ni mahalliy kompaniyalardan odamlarni uchrashishni xohlayapsiz degan narsa haqida umuman gap yo'q. Ketdi bu. You need to take an exam finishing the course. You need to take an exam finishing the course. Kursni bitirgan paytingiz siz ekzamen olishingiz kerak. Right? Exam degan so'z bilan ular certificate degan so'zni ikkalasini bir-biriga bog'layapti. Ya'ni kursni bitirganingizdan keyin siz ekzamen olishingiz kerak. Bizda ham xuddi shunday gap aytilganda, faqat sal boshqacharoq variantda. Certified exams, mana sertifikat beriladigan ekzamen agar talab etilsa. Zo'r. To'g'ri keldi. Va men sizlarga hozir xuddi shu joyni o'zida yana bitta qo'shimcha sizlarga yordam beradigan bir fakt aytib ketaman. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Bizda 4 ta axborot bor ekan, to'g'rimi? O'sha 4 ta axborotning ichidan sizga kerakli bo'ladigani yo bittasi bo'ladi, yo ikkitasi bo'ladi. Sizlarga hammasiga to'g'ri kelishi sizlarga majburiy emas. Misol uchun biz hozir umumiy javobimizni mana bu 4-axborotga qarab oldik. Bizda bu yo'q edi, bu yo'q edi, bu yo'q edi. It's okay. Sizlar ham xuddi shunday qarashingizlar kerak bunga, ya'ni part 2 ga. Bitta axborot to'g'ri kelsa, ya'ni yaxshigina to'g'ri kelsa, bu uje sizda to'g'ri javobingizni chiqarib beradi. Xo'p, do'stlar, qolganini men sizlarga ishonib, 7 dan boshlab 14-gacha sizlarga yuborib qo'yaman va qo'shimchasiga ham o'zlaringiz shug'ullanishingizlarga, mustaqil shug'ullanishingizlarga videomizni ostida havola qilib mashqlar tashlab qo'yaman. Albatta ularni bajarib, izohlarda, kommentariyalarda o'zingizni javob variantlaringizni yozib ketsalaringiz, men albatta ularni tekshirib chiqaman va har bittalaringizga feedback berib chiqishga harakat qilaman. Do'stlar, mana biz Reading Part 2 darsimizni ham bugun yakunlamoqdamiz. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqdik, qanday qilib Reading Partni yaxshilab bajarish kerak, unda nimalarga ahamiyat berish kerak va sizni aldab qo'yish mumkin bo'lgan hiylalarni ham o'rganib chiqdik. Agar bugungi darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta videomizga like bosing, sahifamizga obuna bo'lib qoling va yangi kelayotgan darslarimizdan qolib ketmang.
Keyingi darslarda ko'rishguncha.